Bizning xohish istagimiz turlicha va ularni gapda ifoda etish uchun mag qo'shimchasi va istamak fe'li bilan birgalikda qo'llaymiz. Ben biraz uyumak istiyorum. Men biroz uxlashni istayman. Ta'tilda ne yapmak istiyorsunuz? Ta'tilda nima qilishni xohlaysiz? Hafta sonu balık tutmak istiyoruz. Hafta oxirida baliq tutishni xohlaymiz. Gitmek istiyor musun? Konsertga borishni xohlaysanmi? O saç bo'yatmak istemiyor. U soch bo'yatishni xohlamaydi. Endi qoidaga qaraymiz. Fil uyu, mag iste, iyor, ya'ni bu yerdagi istedagi i'ga aylandi, yor, hozirgi zamon qo'shimchasi va kishi eki ya'ni shaxs son qo'shimchasi. Bu ketma-ketlik so'roq gaplarimizda biroz o'zgarishga sabab bo'ladi. Ya'ni so'roq gaplarimizda so'ruv ekini zamon ekidan keyin kishi ekidan oldin ishlatamiz. Bo'lishsiz gaplarimizda esa mana bu mi qo'shimchasini zamon ekidan oldin qo'llaymiz.